Короче, bolalar, kechqurunga men pirotexnika mo'ljallayapman. Qana portlashi, qana olov chiqishi, qanchalik ovoz chiqishi, даже o'zim ham bilmayman u narsani. Hozir mini variantini tayyorlab ko'raman. Bordi-yu bu o'xshasa men bundan даже 10 barobar kuchlisini yasayman. 10 barobar kuchlisini tayyorlayman. Просто bunga sizlarga просто like bosinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bugun kechqurun tajribani olib chiqamiz. Bugun ikkinchi kun, Chunki o'zi bu proyektni ancha bo'ladi mo'ljallab yurganimga, yozni boshida boshlagan narsa. Bugun ikkinchi kun. O'zi pirotexnikani tayyorlaganimga kecha bittasini portlatdik. U foydasiz bo'ldi. Uni topsam videosini qo'yaman. Hozir bugun ikkinchisini boshqacha variantda tayyorlayapmiz. Uni ham qo'yaman. Xudo xolisa bugun yoki ertaga montaj bilan tayyor bo'ladi. Просто sizlar menga like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar bo'ldi. Shu asosiy narsa.